Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, ayniqsa keksa avlodimiz, hurmatli nafaqaxo'rlarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni muhokama qilaman. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, diqqatingizni jamlang. Chunki bugungi ma'lumot sizning shaxsiy moliya va ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu 20 oydan boshlab butun nafaqa tizimida yuz beradigan fundamental o'zgarishlar haqida. Bu ma'lumotni bilmaslik sizga katta miqdordagi pulni yo'qotishingizga yoki aksincha sizga tegishli bo'lgan imtiyozlardan bexabar qolishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Har bir daqiqa muhim. Keling, masala mohiyatiga to'xtalsak. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Uzoq yillar davomida nafaqa tizimimizda ba'zi murakkabliklar va shaffoflik yetishmasligi mavjud edi. Ko'pincha nafaqaxo'rlar qanday imtiyozlarga ega ekanliklarini, nafaqaning qanday hisoblanishini yoki qaysi hollarda qayta hisob-kitob qilish mumkinligini to'liq tushunishmasdi. Ma'lumot olish qiyin edi. Byurokratik jarayonlar va hujjatbozlik sababli ko'plab keksa avlod vakillari o'z huquqlaridan to'liq foydalana olishmasdi. Nafaqalar miqdori ko'pincha hayotiy ehtiyojlarni qoplashga yetmasdi. Ayniqsa yolg'iz yashayotganlar yoki sog'lig'ida muammolari bo'lganlar uchun vaziyat og'ir kechardi. Ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun maxsus qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yetarli darajada rivojlanmagan edi. Natijada ko'pchilik o'zining qonuniy haqqi bo'lgan imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlardan bexabar qolishgan. Bu esa ularning turmush sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan va moliyaviy qiyinchiliklarni yanada kuchaytirgan. Ular ko'pincha dori-darmonga, kommunal to'lovlarga yoki hatto oddiy oziq-ovqatga pul topishda qiynalishardi. Hukumat tomonidan qisman ko'rsatiladigan yordamlar ham ko'pincha barcha ehtiyojlarni qoplamasdi va bu yordamni olish jarayoni ham murakkab bo'lgan. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Urmaydan boshlab nafaqa tizimida bir qator muhim yangiliklar kuchga kiradi. Eng asosiysi nafaqa ta'minotining shaffofligi va adolatini oshirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Endilikda nafaqalarni hisoblash jarayoni soddalashtirildi va ko'proq avtomatlashtirildi. Bu esa inson omilining ta'sirini kamaytiradi va xatoliklar ehtimolini pasaytiradi. Bu degani, endi sizning nafaqangizni hisoblashda subyektiv qarorlar emas, balki qat'iy qoidalar va avtomatik tizimlar asosiy rol o'ynaydi. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu yangi ijtimoiy to'lovlar va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining joriy etilishi. Hukumat ijtimoiy himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlar toifasiga alohida e'tibor qaratmoqda, ularning turmush sharoitlarini yaxshilash maqsad qilgan. Shuningdek, nafaqalarni qayta hisoblash tartiblari qayta ko'rib chiqildi va ayrim hollarda bu jarayon ancha soddalashtirildi. Bu esa nafaqaxo'rlarga o'z nafaqalarini o'z vaqtida va to'g'ri miqdorda olish imkonini beradi. Endi nafaqaga chiqqaningizdan keyin ishlagan davrlaringiz uchun nafaqani qayta hisoblatish ancha osonlashdi. Bundan tashqari, ma'lumot olish imkoniyatlari kengaytirildi va nafaqaxo'rlar uchun maslahat markazlari faoliyati kuchaytirilmoqda. Bu esa ularning savollariga tez va aniq javob olish imkonini beradi. Ushbu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarning turmush darajasini oshirishga, ularning moliyaviy ahvolini yaxshilashga va ularga ko'rsatilayotgan ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan bo'lib, umumiy farovonlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Main Parkben Detail Breakdown keling. Hozir shu yangiliklarning har birini chuqurroq ko'rib chiqaylik va aynan kimga nima ta'sir qilishini tushunib olaylik. Bu yangiliklar shunchaki umumiy e'lonlar emas, balki har bir nafaqaxo'rning shaxsiy moliyaviy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan aniq mexanizmlardir. Birinchidan, eng muhim o'zgarishlardan biri bu yangi ijtimoiy qo'shimcha to'lovlarning joriy etilishi. Avvallari nafaqa miqdori asosan ish stajiga va ish haqi miqdoriga bog'liq bo'lardi. Garchi bu adolatli ko'rinsa-da, hayotiy vaziyatlar, masalan, yolg'izlik, kasallik, kam daromad ko'pincha inobatga olinmasdi. Ammo endi 1 oydan boshlab ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Bu kimlarga tegishli? Ayniqsa yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar diqqatli bo'lishlari kerak. Agar siz yolg'iz yashasangiz va sizning oylik nafaqangiz eng kam iste'mol xarajatlari miqdoridan past bo'lsa, masalan, hozirda bu miqdor taxminan 500 so'm atrofida deb faraz qilaylik.
Bu raqamlar doimiy ravishda o'zgarib turishini unutmaylik. Shuning uchun aniq raqamlarni tegishli davlat organlaridan tekshirishingiz shart. Sizga qo'shimcha ijtimoiy to'lov belgilanadi. Bu to'lov sizning umumiy daromadingizni ushbu eng kam miqdorga yetkazishni yoki undan yuqori bo'lishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, nafaqaxo'rlarning minimal hayotiy ehtiyojlarini qondirishni maqsad qiladi. Keling, real hayotiy misollar orqali tushuntiray. Misollik, Oysha buvi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Oysha buvi Daxmi yoshda Toshkent viloyatining qishloq hududida yolg'iz yashaydi. Uning oylik nafaqasi 7 ming so'm. Oysha buvi hech qanday qo'shimcha daromadga ega emas. Farzandlari chet elda ishlaydi, ammo ulardan muntazam yordam kelmaydi. Eski tizimda uning nafaqasi yetarli bo'lmasa-da, u faqat nafaqasini olardi va o'zining kunlik ehtiyojlarini qoplashda, xususan dori-darmon sotib olishda, kommunal to'lovlarni to'lashda va sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlanishda juda qiynalardi. Ko'pincha ovqatiga pul yetmay, hattoki qo'shnilardan yordam olishga majbur bo'lardi. Bu uning ruhiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatardi. Endi esa ilmaydan boshlab, agar eng kam iste'mol xarajatlari miqdori 500 ming so'm etib belgilangan bo'lsa, Oysha buvi avtomatik ravishda qo'shimcha 50 ming so'm ijtimoiy to'lov olish huquqiga ega bo'ladi. Bu uning umumiy daromadini 500 ming so'mga yetkazadi. Bu to'lovni olish uchun Oysha buvi qayergadir borishi shart emas. Agar u ilgari yolg'iz yashaydigan, kam ta'minlangan shaxs sifatida mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan qayd etilgan bo'lsa, bu to'lov uning nafaqasiga avtomatik ravishda qo'shilib boradi. Agar u ilgari bunday maqomga ega bo'lmagan bo'lsa, u o'zining yashash joyidagi Xalq bankining tegishli bo'limiga murojaat qilishi va yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan nafaqaxo'r ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, mahalla fuqarolar yig'inidan berilgan so'nggi ma'lumotnoma va oila tarkibi haqidagi hujjat taqdim etishi lozim. Ushbu yangilik Oysha buvi kabi minglab nafaqaxo'rlarning turmush sharoitini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Chunki bu qo'shimcha mablag' uning kunlik ehtiyojlari, dori-darmon yoki oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish uchun juda muhimdir. Bu mablag' Oysha buviga kunlik qiyinchiliklardan biroz bo'lsa-da xalos bo'lishga va o'zini ijtimoiy jihatdan himoyalangan his qilishiga yordam beradi. Ikkinchidan, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun yangi yordam mexanizmlari joriy etilmoqda. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz va nafaqa olsangiz, endi sizga qo'shimcha imtiyozlar va xizmatlar taklif qilinishi mumkin. Bu nafaqaga qo'shimcha pul to'lovlari bo'lishi ham mumkin yoki tibbiy xizmatlar, reabilitatsiya vositalariga, masalan, g'ildirakli aravachalar, eshitish apparatlari ega bo'lish uchun subsidiyalar shaklida ham. Eng muhimi, bu yordam sizning kasalligingiz turi va nogironlik darajangizga qarab shaxsiylashtirilgan bo'ladi. Misol 2. Abdulla Bobo va tibbiy xizmat imtiyozlari. Abdulla Bobo Farg'ona viloyatida yashovchi ikkinchi guruh nogironi, 35 yoshda. U yurak xastaligi va qandli diabetdan aziyat chekadi. Uning nafaqasi 7 ming so'm. Eski tizimda u nogironligi bo'yicha nafaqa olardi, lekin ko'pincha dori-darmon, insulin, qon bosimini tushiruvchi dorilar yoki tibbiy muolajalarga qo'shimcha mablag' kerak bo'lardi. Bu esa uning nafaqasining katta qismini tashkil etardi. Bu holat uning moliyaviy ahvolini murakkablashtirib, unga jiddiy stress yuklardi. Endi irmaydan boshlab nogironligi bo'lgan shaxslarga tegishli ro'yxatdagi dorilarni imtiyozli narxda yoki mutlaq bepul olish imkoniyati yaratildi. Bu ro'yxat Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, hayotiy zarur dorilarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, sanatoriy kurortlarda davolanish uchun qisman yoki to'liq qoplash mexanizmlari joriy etildi. Abdulla Bobo endilikda shifokor tavsiyasiga ko'ra kerakli dorilarni bepul olishi mumkin. Buning uchun u o'zining nogironlik guvohnomasi va shifokor tomonidan berilgan retsept bilan hududiy poliklinikaga murojaat qilishi kifoya. Poliklinika o'z navbatida tegishli farmatsevtika korxonalari bilan hamkorlikda dorilarni ta'minlaydi va bu jarayon elektron tizim orqali tezkor amalga oshiriladi. Bundan tashqari, agar Abdulla Boboga yiliga bir marta sanatoriyda davolanish tavsiya etilsa, uning safari va davolanish xarajatlarining bir qismi davlat tomonidan qoplanadi. Buning uchun u tibbiy xulosa bilan birga pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga ariza bilan murojaat qilishi kerak. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki Abdulla Boboning sog'liqni saqlashga bo'lgan e'tiborini ham kuchaytiradi. Uning turmush sifatini yaxshilaydi va umrini uzaytirishga yordam beradi. Uchinchidan,
nafaqalarni qayta hisoblash tartibi soddalashtirilmoqda va avtomatlashtirilmoqda. Bu ayniqsa qo'shimcha ish stajiga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun muhim. Agar siz nafaqaga chiqqaningizdan keyin ham ishlashni davom ettirgan bo'lsangiz, avvallari nafaqani qayta hisoblatish uchun ko'plab hujjatlarni, ish joyidan ma'lumotnomalar, mehnat daftarchasidan ko'chirmalar, to'plash va katta navbatlarda turishga, bir necha bor turli idoralarga borishga to'g'ri kelardi. Bu keksa yoshdagi odamlar uchun juda og'ir va jismonan toliqtiruvchi jarayon edi. Misol uchun, Dilshod opaning qayta hisoblangan nafaqasi. Dilshod opa 60 yoshda Jizzax viloyatida yashaydi va 5 yildan beri nafaqada. Nafaqaga chiqqandan so'ng u yana 3 yil davomida kichik bir tikuvchilik korxonasida ishlagan. Uning nafaqasi 600 ming so'm edi. Eski qoidalarga ko'ra u o'zining qo'shimcha ish stajini hisobga oldirib, nafaqasini qayta hisoblatish uchun qog'oz ish haqi ma'lumotnomalarini, mehnat daftarchasini va boshqa hujjatlarni to'plab, pensiya jamg'armasiga borishi kerak edi. Bu jarayon bir necha hafta vaqt olishi mumkin edi. Shu bilan birga u o'zi uchun kerak bo'lgan ma'lumotnomalarni olish uchun sobiq ish joyiga bir necha bor borishiga to'g'ri kelardi. Endi esa 20 oydan boshlab aksariyat hollarda agar sizning ish beruvchingiz barcha ma'lumotlarni soliq qo'mitasining elektron bazasiga o'z vaqtida va to'g'ri kiritgan bo'lsa, sizning nafaqangiz avtomatik ravishda qayta hisoblanadi. Bu degani, tizim o'zi sizning ishlagan davringizdagi daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlarni tekshiradi va nafaqa miqdorini yangilaydi. Dilshod opaning ish beruvchisi barcha ma'lumotlarni elektron tarzda taqdim etganligi sababli uning nafaqasi 20 oydan boshlab avtomatik ravishda qayta hisoblanadi va taxminan 17 ming so'mga oshadi. Bu nafaqaxo'rlarga ortiqcha ovoragarchiliklarsiz o'zlariga tegishli bo'lgan nafaqa miqdorini olish imkonini beradi. Ularning vaqtini va kuchini tejaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, agar sizning ish stajingizda ma'lumotlar elektron bazada to'liq aks etmagan bo'lsa, masalan, eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa yoki ma'lumotlarni elektronlashtirmagan bo'lsa, u holda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qo'shimcha hujjatlarni taqdim etishingizga to'g'ri keladi. Biroq bunday holatlar soni hozirda juda kamaygan. Chunki aksariyat korxonalar elektron tizimga o'tgan. Shuningdek, siz MyPockGov.uz portali orqali o'zingizning ish stajingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshirishingiz va nafaqa hisob kitobingizni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. 4-dan, ko'p bolali oilalar uchun nafaqa olish imkoniyatlari kengaytirildi. Avvallari ko'p bolali onalarga beriladigan imtiyozlar ma'lum bir yosh chegarasi bilan cheklangan edi va ko'pincha bolalar voyaga yetgandan so'ng bu imtiyozlar to'xtatilar edi. Endi esa nafaqa yoshi yaqinlashayotgan yoki nafaqada bo'lgan, ammo bolalari hali balog'at yoshiga yetmagan yoki oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qishini davom ettirayotgan ko'p bolali onalar uchun qo'shimcha yordam dasturlari ishga tushiriladi. Bu orqali hukumat oilalarni, ayniqsa bolalarning ta'lim olishini qo'llab-quvvatlamoqchi. Misol 4 Xolida opaning ko'p bolaliligi uchun imtiyozlari. Xolida opa 25 yoshda Namangan viloyatida yashaydi va 3 ta farzandi bor. Katta 2 farzandi mustaqil yashaydi. Oilali, lekin eng kichik o'g'li 19 yoshda va Toshkent davlat texnika universitetida kunduzgi bo'limda kontrakt asosida o'qiydi. Xolida opaning nafaqasi bex-mex ming so'm. Eski qoidalarga ko'ra u faqat umumiy asoslarda nafaqa olardi. Bolalarning ta'limi uchun qo'shimcha yordam yo'q edi. Bu esa oilaning moliyaviy ahvoliga sezilarli bosim o'tkazardi. Chunki kontrakt to'lovlari ancha yuqori edi. Endi esa 20 oydan boshlab agar uning farzandlaridan biri kunduzgi bo'limda o'qishini davom ettirayotgan bo'lsa va 20 yoshdan oshmagan bo'lsa, u oilani qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha yordam olish huquqiga ega bo'ladi. Bu yordam moddiy ko'rinishda, masalan, har oy 1 ming so'm qo'shimcha to'lov yoki bolaning o'qish xarajatlarini qoplashda subsidiyalar shaklida bo'lishi mumkin. Masalan, Xolida opaning o'g'lining kontrakt pulini qisman yoki to'liq qoplash uchun subsidiya olish imkoniyati paydo bo'ladi. Buning uchun Xolida opa o'zining pasporti, bolalar tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, shuningdek, o'g'lining universitetdan olgan o'qishi haqidagi ma'lumotnoma, kunduzgi bo'limda o'qishini tasdiqlovchi bilan mahalla fuqarolar yig'iniga yoki Xalq bankining tegishli bo'limiga murojaat qilishi kerak. Mahalla fuqarolar yig'ini hujjatlarini ko'rib chiqib, uning oilaviy ahvolini tasdiqlaydi. Bu imtiyoz ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun katta yordam bo'ladi. Chunki u bolalarning ta'lim olishini qo'llab-quvvatlaydi
va oilaning moliyaviy yukini yengillashtiradi. Bolalarning kelajagiga sarmoya kiritishga yordam beradi. Kimlar tashvishlanishi kerak aslini olganda? Ushbu o'zgarishlar hech kimni tashvishlantirishi kerak emas. Chunki ular nafaqaxo'rlarning ahvolini yomonlashtirmaydi, balki yaxshilashga qaratilgan. Ammo agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirsangiz, yolg'iz yashovchi, nogironligi bor, nafaqadan keyin ishlagan ko'p bolali ota-ona va sizga tegishli bo'lgan imtiyozlardan bexabar bo'lsangiz, o'z huquqlaringizni bilish uchun faol bo'lishingiz kerak. Faollik bu sizning haqqingizga ega bo'lishning kalitidir. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning nafaqangiz allaqachon eng yuqori chegaralarda bo'lsa yoki sizda qo'shimcha daromad manbalari mavjud bo'lib, ular sizning eng kam iste'mol xarajatlardan yuqori daromad olishingizni ta'minlayotgan bo'lsa, bu o'zgarishlar sizga bevosita sezilarli ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq har bir nafaqaxo'r o'zining shaxsiy holatini tekshirib chiqishi va yangi imkoniyatlardan foydalanishga harakat qilishi zarur. Chunki hatto kichik bir o'zgarish ham sizning foydangizga bo'lishi mumkin. Yangi imkoniyatlarni o'rganishdan hech qachon uyalmang. Main part 2. Exceptions to the rules, pitfalls and unobvious nuances. Endi esa ushbu yangiliklarning ayrim nozik tomonlari, istisnolari va kutilmagan jihatlari haqida gaplashaylik. Ular haqida bilish sizni ko'plab muammolardan xalos qilishi mumkin. Har bir qoida o'zining istisnolariga ega, nafaqa tizimi ham bundan mustasno emas. Bu ma'lumotlar sizni har qanday kutilmagan vaziyatlarga tayyorlaydi. Birinchidan, qo'shimcha daromad manbalari. Agar siz nafaqa oladigan shaxs bo'la turib, pensiya yoshida ham rasmiy ishlashni davom ettirsangiz, o'z-o'zini band qilib ro'yxatdan o'tsangiz yoki boshqa biror daromad manbaiga ega bo'lsangiz, masalan, mulkingizni ijaraga berishdan olingan daromad, kichik tomorqa xo'jaligidan tushgan daromad, aksiyalardan dividendlar. Bu yangi ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan nafaqaxo'rlarga beriladigan qo'shimcha to'lov ularning umumiy daromadini eng kam iste'mol xarajatlari miqdoriga yetkazishga qaratilgan. Agar sizda masalan 200 ming so'm miqdorida qo'shimcha daromad manbai mavjud bo'lsa va sizning nafaqangiz deyarli 70 ming so'm bo'lsa, umumiy daromadingiz 1 ming so'mga yetadi. Bu holatda sizga yangi ijtimoiy to'lov belgilanmasligi mumkin. Chunki sizning daromadingiz allaqachon belgilangan eng kam iste'mol xarajatlari miqdoridan masalan 1 ming so'm yuqori. Shuning uchun barcha daromad manbalaringizni to'g'ri ko'rsatishingiz juda muhim. Hukumatning ma'lumotlar bazalari, xususan soliq organlari ma'lumotlari muntazam ravishda tekshiriladi va agar siz ma'lumotni yashirsangiz, bu keyinchalik aniqlanib, siz noto'g'ri ma'lumot berganlik uchun muammolarga duch kelishingiz yoki ortiqcha to'langan summani qaytarishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Hatto jarimaga tortilish holatlari ham uchraydi. Bu juda nozik nuqta. Shuning uchun agar sizda qo'shimcha daromad bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, o'z vaziyatingizni tushuntiring va mutaxassislardan maslahat oling. Ular sizga qonuniy yo'l bilan qanday harakat qilishni tushuntirishadi. Ikkinchidan, hujjatlarning dolzarbligi va to'liqligi. Nafaqani qayta hisoblatish yoki yangi imtiyozlarni olish uchun taqdim etiladigan hujjatlar to'liq va dolzarb bo'lishi shart. Eng muhimi bu sizning mehnat daftarchangiz, undagi barcha yozuvlar aniq va o'qishli bo'lishi. Korxona muhrlari joyida bo'lishi, qisqartmalarsiz to'liq yozilgan bo'lishi kerak. Agar mehnat daftarchangizda qandaydir kamchiliklar, xatolar bo'lsa, masalan, ishga kirish yoki chiqish sanalari noto'g'ri yozilgan bo'lsa, lavozim nomlari chalkash bo'lsa yoki ba'zi davrlar uchun ma'lumotlar yetishmayotgan bo'lsa, bu sizning ish stajingizni tasdiqlashda qiyinchilik tug'dirib, nafaqangizni hisoblashda kechikishlarga yoki umuman rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday hollarda sizga sobiq ish joyingizdan arxiv ma'lumotnomalarini olishingiz yoki agar korxona yopilgan bo'lsa, davlat arxiviga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar arxivda ham ma'lumotlar topilmasa, u holda sud orqali ish stajini tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon ancha vaqt talab qiladi va qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hujjatlaringizni oldindan tekshirib, tartibga solib qo'yishingiz juda muhim. Shuningdek, agar sizning oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, turmush qurish, ajrashish, farzandning voyaga yetishi yoki ta'limni tugatishi, bu haqda o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Aks holda sizga noto'g'ri to'lovlar
amalga oshirilishi yoki imtiyozlar bekor qilinishi mumkin. Bu esa keyinchalik ma'lum bo'lganda sizdan ortiqcha to'langan summani qaytarish talab qilinishiga olib keladi. Uchinchidan, avtomatik hisoblashdagi xatoliklar. Garchi nafaqalarni qayta hisoblash jarayoni avtomatlashtirilgani va elektron tizim orqali amalga oshirilgani maqtovga sazovor bo'lsa-da, ba'zida tizimda texnik xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, sizning ish beruvchingiz soliq bazasiga sizning ish haqingiz haqida noto'g'ri ma'lumot kiritgan bo'lishi yoki tizim sizning ma'lum bir staj davringizni noto'g'ri hisoblagan bo'lishi mumkin. Sizning ishonchli ma'lumotlaringiz soliq qo'mitasi bazasida saqlanadi, ammo bu ma'lumotlar ham inson omili ta'sirida xato kiritilgan bo'lishi mumkin. Agar siz nafaqangiz qayta hisoblangandan so'ng uning miqdori siz kutganingizdan kamroq deb hisoblasangiz yoki umuman o'zgarmagan bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qayta tekshirishni talab qiling. Siz o'zingizning mehnat daftarchangiz va ish haqi ma'lumotnomalaringiz bilan avtomatik hisoblash natijalarini solishtirib chiqishingiz va xato bor yo'qligini aniqlashingiz kerak. Agar aniq bir xatolik topilsa, pensiya jamg'armasi xodimlari uni tuzatishga majbur. Har bir nafaqaxo'r o'zining huquqlarini bilishi va o'zining manfaatlarini himoya qilishi shart. Sizning nafaqangiz miqdori sizning butun umr qilgan mehnatingiz natijasidir. Shuning uchun har qanday xatolikka befarq bo'lmang. 4-dan, turli xil nafaqa turlari uchun farqlar. Biz asosan yoshga doir nafaqalar haqida gapirdik, ammo nogironlik nafaqalari, o'quvchisini yo'qotganlik uchun nafaqalar va ijtimoiy nafaqalar uchun ham o'ziga xos qoidalar va nuanslar mavjud. Masalan, nogironlik nafaqasi oluvchilarga beriladigan qo'shimcha imtiyozlar ularning nogironlik guruhi, 1-chi, 2-chi, 3-chi va nogironlik sabablariga, umumiy kasallik, mehnatda ayblanish, kasb kasalligi qarab farq qilishi mumkin. Agar siz o'quvchisini yo'qotgan oila a'zosi bo'lsangiz, o'zingizning huquqlaringizni alohida o'rganib chiqishingiz kerak. 1 maydan boshlab bu toifadagi oilalar uchun ham qo'shimcha yordam dasturlari joriy etilishi kutilmoqda. Masalan, bo'g'uvchisini yo'qotgan yosh oilalarga yoki voyaga yetmagan bolalari bo'lgan oilalarga tibbiy sug'urta xarajatlarini qoplashda subsidiyalar, bolalar bog'chasiga to'lovlarni qoplashda imtiyozlar yoki maktabda o'qiyotgan bolalar uchun o'quv qurollari bilan ta'minlashda yordam berilishi mumkin. Shuning uchun sizning nafaqa turingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, barcha yangiliklarni diqqat bilan o'rganishingiz va o'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozlarni aniqlashingiz muhimdir. Ba'zida kichik bir detal katta farq qilishi mumkin. 5-dan, chet elda yashayotgan yoki chet el fuqaroligiga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, ammo chet elda doimiy yashasangiz yoki boshqa davlat fuqaroligiga ega bo'lsangiz, sizning O'zbekistonda nafaqa olish huquqingizga oid qoidalar biroz farq qilishi mumkin. Odatda xalqaro shartnomalar yoki O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq chet elda doimiy yashovchi fuqarolarimizga nafaqa to'lanishi mumkin. Ammo bu tartib maxsus qoidalarga ega bo'ladi. Masalan, nafaqa to'lovlari faqat O'zbekistonda yashash sharti bilan amalga oshirilishi mumkin bo'ladi yoki maxsus vakil ishonchnoma asosida orqali olish tartibi belgilanadi. Bundan tashqari, ba'zi davlatlar bilan ikki tomonlama shartnomalar mavjud bo'lib, ular ikki davlatda ham nafaqa olish imkoniyatini beradi, lekin bunda umumiy nafaqa miqdori ma'lum bir chegaradan oshmasligi kerak. Agar siz shu toifaga kirsangiz, pensiya jamg'armasining markaziy apparati yoki tashqi ishlar vazirligi orqali aniq ma'lumot olishingiz shart. Ikki davlatda nafaqa olib borish masalasida esa odatda ikki tomonlama kelishuvlarga bog'liq bo'ladi va bu holatda sizga professional yuridik maslahat kerak bo'lishi mumkin. Chunki qonunchilikda har xil nuanslar mavjud. Bu holatlarda e'tiborsizlik qilish katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Hatto nafaqa to'lovlari to'xtatilib, ortiqcha olingan summalarni qaytarish talab qilinishi ham mumkin. Practical advice xo'sh. Endi barcha shu yangiliklardan qanday foydalanishimiz mumkin? Siz nima qilishingiz kerak? Bu savolning javobi juda muhim. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va barcha bosqichlarni yodda tuting. Bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz va qonuniy huquqlaringizni himoya qilish uchun zarurdir. Birinchi va eng muhim qadam, rasmiy ma'lumot manbalarini tekshiring. Hamma gap so'zlarga, mish-mishlarga emas, faqatgina rasmiy manbalarga ishoning. Ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslikka harakat qiling. Ular ko'pincha noto'g'ri yoki eski ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin.
veb-saytlar. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti Pensiya.uz yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.ga kiring. Bu yerda siz yangi qonunchilik hujjatlari, prezident farmonlari va vazirlar mahkamasi qarorlari haqida eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni, shuningdek, nafaqani hisoblash bo'yicha kalkulyatorlar va onlayn maslahat xizmatlarini topishingiz mumkin. Telefon maslahatlari. Pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga odatda qisqa raqamlar. Masalan, 11 yoki hududiy raqamlar orqali mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlari raqamlarini topish mumkin. Qo'ng'iroq qiling. U yerda mutaxassislar sizning shaxsiy holatingiz bo'yicha batafsil maslahatlar berishadi. Ammo eslatma. Telefon orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi, PIN-FL kabi bera turib ehtiyot bo'ling. Faqat ishonchli rasmiy raqamlarga qo'ng'iroq qiling va hech qachon bank kartangizning to'liq raqamini yoki CVC kodini aytmang. Davlat xizmatlari markazlari DXA Respublika bo'ylab faoliyat yurituvchi davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga nafaqa masalalari bo'yicha yuridik xizmatlar ko'rsatiladi va hujjatlarni to'g'ri tayyorlashga yordam berishadi. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Agar siz yangi imtiyozlar yoki nafaqani qayta hisoblatish uchun murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi hujjatlar sizga kerak bo'lishi mumkin. Ularni oldindan tartibga solib qo'yish jarayonini tezlashtiradi va kechikishlarning oldini oladi. Birin pasportingiz asl nusxasi va nusxasi shaxsiy ma'lumotlarni tasdiqlash uchun. 2 nafaqa guvohnomasi. Agar mavjud bo'lsa, sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlaydi. 3. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi va barcha sahifalarning nusxasi ish stajini tasdiqlovchi yozuvlari bilan. Har bir yozuv aniq o'qilganiga ishonch hosil qiling. Ish haqi ma'lumotnomalari. Ish staji davrida olgan ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar sizning ish stajingiz elektron bazada to'liq aks etmagan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi mutaxassislar talab qilsa. 5. Oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar. Nikoh guvohnomasi. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, vafot etgan boquvchi haqidagi guvohnoma, agar boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa bo'lsa. Oila tarkibini tasdiqlash uchun. 6. Nogironlik guvohnomasi. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, nogironlik guruhi va sababini tasdiqlash uchun. 7. Yolg'iz yashovchi ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma. Yolg'izlik holatini tasdiqlash uchun. Qizi, bank hisob varag'i ma'lumotlari, nafaqani o'tkazish uchun bank rekvizitlari, plastik karta raqami yoki omonat kitobchasi ma'lumotlari. 9. Qo'shimcha daromadlar haqida ma'lumotlar. Agar sizda nafaqadan tashqari daromad bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, ijara shartnomasi, tadbirkorlik faoliyatidan daromad haqida ma'lumotnoma. Bu ro'yxat sizning shaxsiy vaziyatingizga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin aniq sizga qaysi hujjatlar kerakligini pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari orqali yoki shaxsan murojaat qilib aniqlashtirib olishingiz tavsiya etiladi. 3-qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? To'g'ri joyga murojaat qilish vaqtingizni tejaydi. Xalq bankining hududiy bo'limlari odatda nafaqa masalalari bo'yicha asosiy murojaat nuqtasi hisoblanadi. U yerda sizga ariza shakllarini berishadi. Hujjatlarni qabul qilishadi va sizni qiziqtirgan savollarga javob berishadi. Bu markazlar nafaqani rasmiylashtirish, qayta hisoblatish va to'lash bilan bog'liq eng keng tarqalgan xizmatlarni ko'rsatadi. Bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Murakkabroq masalalar, masalan, ish stajini tasdiqlashda qiyinchiliklar tug'ilsa, noroziliklarni hal qilish uchun yoki nafaqa miqdoriga oid chuqurroq maslahatlar olish uchun bu yerga murojaat qilish mumkin. Ular bevosita nafaqa qonunchiligini amalga oshiruvchi organ hisoblanadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz ko'plab nafaqa bilan bog'liq xizmatlarni, masalan, nafaqani qayta hisoblatish uchun onlayn ariza topshirish, o'z nafaqa hisob-kitobingizni ko'rish, ma'lumotnoma olish imkoniyati mavjud. Ushbu portal orqali murojaat qilish qog'ozbozlikni kamaytiradi va vaqtingizni tejaydi. Uyda turib barcha ishlarni hal qilish imkonini beradi. Agar sizda kompyuter yoki smartfon bilan ishlash tajribangiz bo'lmasa, farzandlaringizdan, nabirlaringizdan yoki davlat xizmatlari markazlarining xodimlaridan yordam so'rashingiz mumkin. 4-qadam, arizani to'ldirish. Ariza blankasini to'ldirishda juda e'tiborli bo'ling
Chunki kichik bir xato ham arizangizni ko'rib chiqishni kechiktirishi yoki rad etilishiga olib kelishi mumkin. Barcha ma'lumotlarni aniq, to'g'ri va o'qishli qilib yozing. FIO, pasport ma'lumotlari, PIN-FL, manzil, telefon raqamingizni 2 marta tekshiring. Hech qanday bo'sh joy qoldirmang, aniq javoblarni kiriting. Agar biror qismini tushunmasangiz shoshilmang, mutaxassisdan so'rashdan tortinmang. Ariza namunalarini odatda Xalq banki yoki pensiya jamg'armasi bo'limlarida topishingiz mumkin. Arizangizni topshirayotganda barcha hujjatlarning nusxalari ilova qilinganligini va asl nusxalarini ham o'zingiz bilan olib borganingizni tekshiring. Ularni faqat ko'rsatish va solishtirish uchun. Ariza nusxasini qabul qiluvchi organing muhr bilan olib qolishni unutmang. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu yangiliklar sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishi mumkin? O'z fikrlaringizni, savollaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz har bir izoni o'qiymiz va imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Chunki sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda siz kelajakdagi muhim yangiliklardan doimo xabardor bo'lasiz va hech qanday muhim ma'lumotni o'tkazib yubormaysiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.